To'ydan keyin yigitlar 40 kun chilla degan narsani mahkam ushlaylar. Chilla bor narsa. Pokizalik ramzi hisoblanadi chilla. Va hushyorlik ramzi ham hisoblanadi. Bilasizmi chilla nima uchun saqlanadi? Shomdan keyin ko'chaga chiqmaslik. Buni ba'zi bir yigitlar, do'stlar, dushman bo'lgan do'stlar bu kuyov bolalarning ustidan kuladi. Shomdan keyin ko'chaga chiqmasa. Har xil gaplar qilib yurg'izishadi. Bu dushman odamlar, do'stlar. Chunki chilla bilasizmi o'zi asli nima? Nikohlangan 2 yoshning gunohlari qolmaydi deydilar. Gunoh qolmagan odamga jin shaytonlar, insizlar uriladi. Yomon niyatli, g'arazli jin shaytonlar unga ziyon yetkazishga harakat qiladi. Shuning uchun shomdan keyin 40 kun chiqma deydilar. Buni tagida katta gaplar bor. Chillaga amal qilmagan oilalarda uyda janjal bo'lib ko'payishligi, har xil kasallar bo'lishligi, er-xotin tinimsiz bosh og'rishliklari mana shularning alomati. Chunki shomdan keyin kuyov bolalar ko'chada yurgan, o'zi yolg'iz yurgan